Bitta shu tushib joyi qayergacha bo'lishi kerak? Kerak. Mana bu e'tibor hisoblamasi. Shularga ichiga, shuni ichiga tushib qolsa, o'sha holda chetga ketadi. Yo'q, hozir qayergacha olib borish kerak? Qarang, mana bu yoqda tursa, mana bu yoqda tursa, mana shu yerda tursa hisoblanadi. Mana bu yoqda. Mana bu yoqda, keyin bu yoqda, keyin olib qoladi. Yo'q, shuni sen qarang, mana shu puldan so'ng qolgan e'tibor hisoblanadi. Bo'ldi. Mana shu. Lekin bu mana bu yoqda mehmonlar joyi bor, va ayni joyi bor. O'sha nizomda yozilgan. Если siz mashina ozgina turibdi, u o'zi tashqarida deb hisoblanadi. Chunki mana bu zona aslida qarang, boshqacha ketyapti, lekin tagini ko'rmayapti. Shuning uchun ular aytganlar, shergacha chiqdimi? Vau. Mana shu qorasini qilib qo'ysa ham bo'ladi. Если вот так осталось, это не было. Yarın bunu shergacha tegib turib. Bo'ldi. Ishni nimaga qolmasiz kerak o'sha. Son kelsa, yana bitta qo'ydim men nimasini qancha qilsa